Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dunyo qurultiyining muvaqqat raisi Dr. Erkin Akram, qurultayning bayonotchisi va qurultay xalqaro ishlar direktori Zumratay Erkin, Markaziy Istanbuldagi Dunyo qurultiyi vaqtining raisi Abdurashid Abdulhamid, Qurultay Xitoy ishlar komitetining mudiri Adiljon va Qurultayning Turkiya vakili Abdulhamid Qaraxonlardan tarkib topgan Qurultay hay'atining Turkiya parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhini qurib chiqish maqsadida 8 oktyabrdan e'tiboran Turkiya parlamentini asos qilgan holda boshlangan Anqaradagi bir qator muhim uchrashish va suhbatlari davom qilmoqda. 8 oktyabr kuni Qurultay hay'ati Turkiya parlamentida eng chong o'qituvchi partiyalardan biri bo'lgan Cumhuriyet Xalq partiyasi raisi Özgür Özel, muavin raisi Burhoniddin Bulut, Parlament a'zosi Mayir Basharan, Bilal Bilici, İYİ partiyasining guruhi boshlig'i Bo'ra Kavunju va kishilik huquq komiteti a'zosi Yüksel Selçuk Türkoğlu qatorliqlar bilan ayrim-ayrim uchrashib, ularga Uyg'urlarning navbatdagi ig'ir vaziyati va irqiy qirg'inchilik to'g'risida tayyorlagan dokladlarni taqdim qilish bilan birga, o'zlarining Turkiya parlamenti va hukumatidan kutadigan ba'zi konkret talablarni o'tirib qo'ygan edi. 9 oktyabr Qurultay hay'ati Turkiya parlamentida yangi qurilgan kundan tortib Uyg'urlar masalasini özlerining asosli kun tartiblarining bir qilib kelgan va Turkiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va jazo lagerlari masalasini ko'p qatim kun tartibga kelib kelgan Turkiya İYİ partiyasining Turkiy millatlar xizmatiga mas'ul muavin raisi Ayuja Turkesh xonim, Turkiya Kelajak partiyasi bilan Saadet partiyasining parlamentdagi guruh vakili Selçuk Özda, Turkiya Yeniden Refah partiyasiga mansub parlament a'zosi Doğan Bekin qatorliqlar bilan ayrim-ayrim holda ko'rishib, Turkiya parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhi qurish, shundoqla Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Turkiya parlamentiga qabul qildirish masalasi ustida tafsiliy suhbat va muzokara ilib bordi. Parlament a'zosi Selçuk Özda apandim Chexiyada chaqirilgan 7-ci navbatlik Dunyo qurultiyiga bevosita berib qatnashgan, yana parlament a'zosi Ayuja Turkesh xonim bilan Doğan Bekin apandim qurultay tarafidan Yaponiyada chaqirilgan Uyg'ur masalasi bo'yicha xalqaro parlamentarlar yig'iniga bevosita qatnashib, o'zlarining Uyg'ur xalqiga bo'lgan qo'llashini ifoda qilgan edi. Ko'rishish jarayonida yuqorqi parlament a'zolari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasining Turkiya parlamentida ko'proq kun tartibga kelib kelinishi va Uyg'ur do'stlik guruhining qurib chiqilishi uchun butun kuchi bilan tirishchilik ko'rsatganligini ifoda qilish bilan birga, Dunyo qurultiyidan buningdan keyinmi o'zlarini Uyg'urlarning navbatdagi vaziyat haqida yangi doklad va ma'lumotlar bilan ta'minlab turishini talab qilishdi. 9 oktyabr parlamentdagi bir qator uchrashishlardan keyin Qurultay hay'ati yana İYİ partiyasining sobiq parlament a'zosi Fahrettin Yokush apandim tarafidan bevosita qurib chiqilgan Ovoz strategiya tadqiqot markazini ziyorat qilib, tadqiqot markazining faxriy raisi Fahrettin Yokush va raisi Sharafettin Deniz apandilar bilan Uyg'ur masalasining Turkiyadagi ta'sirchanligini qanday qilib yanada yuqori ko'tarish haqida 2 soatga yaqin suhbat va muzokara ilib bordi. 9 oktyabr kuni Turkiya parlamenti oldidan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dr. Erkin Akram apandim Qurultay hay'atining bu qatim Turkiya parlamentida boshlangan bir yurish faoliyatlarining asosli maqsadi haqida qisqacha ma'lumot berib, mundaq dedi. Bugün Türkiye Büyük Meclisi'nde uzman partilerini ve milletvekillerini ziyaret kıldık. Şark Türkistan'da yaşanan zulümlerini ve şundakla dünyadaki terakkiyetlerini hepsini anlatıp bazı meselelerini tılga algan bulduk. Yani misalga Türkiye Meclisi'nde bir Uyg'ur do'stlik guruhini qurgan bo'lardi. Ondan keyin bu meclisde kuchlayotgan qonun var değil mi? Şu cinayetçilerine qaytarib berish. Onu aldığını iliş için bazı milletvekillerle ve şundakla bazı parti reisleriyle, mağdur reisleriyle görüşüp bunu maddi ularning qo'llashini ishlagan bo'ldik. Bundan keyin bu Xitoyning chegara atlab Uyg'urlarga isim ishlatayotgan ahvollar bor. Buni Turkiyada ham bunday ahvollar bor. Bu ahvollarni so'z yo'q, ya'ni bizga imkon yaratib berishini va bunga Xitoyning bu qilmishini oldini olish uchun bularni so'zlashdi. Bundan keyin boshqa narsalarni deydik hamda bu yerda demayli dedik. Markaziy Istanbuldagi Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligining uyushtirishi bilan yilda bir qatim o'tkazilib kelayotgan Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishining 16-chi navbatligi bu yil 10-oyning 4-kunidan 7-kunigacha Istanbulda muvaffaqiyatli o'tkazildi. Bu yig'inga Malayziya, Indoneziya, Hindiston,
Angliya, Saudiya Arabiston qatorliq 30dan ortiq davlatdan siyosiy partiya vakillari, tashkilot rahbarlari, ziyolilar, ulamolar va tadqiqotchilar, shundaqla chet ellik Uyg'ur do'stlar bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Yig'inning ochilish marosimida so'z qilgan Hidoyatullo O'g'uzxon mundaq dedi: Sharq Turkiston da'vosi adolat, xalqaro qonun, universal kishilik huquq va qimmat qarashlarini asos qilgan qonunliq va qonun yo'llari bilan ilgarilaydigan tinchlik va erkinlikni qo'g'daydigan kurash bo'lib, Sharq Turkiston da'vosi musulmonlarning diniy mas'uliyatidir. Chunki u izlayotgan musulmon xalqini qutqizish kurashidir. O'xshash vaqtda Turk zaminning asoratdan qutuldirish kurashi bo'lganligi uchun Türk dünyasının ortaq meselesidir. Hazır qadar yılda bir qatim çağırılıp kelinayotgan Dünya Şərq Türkistanlıqlar qayrindaşlıq uçuruş yığınıga Dünya Qurultayının yuqori dərəcəlik rəhbərlərindən tərkib tapqan heyət izchil turda qatnashish orqali qurultay bilan yaqindan hamkorlashib kelayotgan xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligiga bo'lgan qo'llashini ifoda qilib kelgan edi. Bu navbatlik yig'inga yana Dunyo qurultayining muvaqqat raisi doktor Erkin Akram, Dunyo qurultayi vaqtining raisi Abdurashid Abdulhamid boshchiligidagi bir guruh heyət bevosita ishtirok qildi. Yig'in oxirida 16. navbatlik Dunyo Sharq Turkistonliklar qayrindaşlıq uçuruşu və 7. navbatlik Sharq Turkiston Milliy Birlik Şurası xitobnomasi e'lon qilingan bo'lib, xitobnomani Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'uzxon o'qib o'tdi. 4 kun davom qilgan yig'inda irqiy qirg'inchilikning milliy kimlik bo'lgan ta'siri va mohiyati, Xitoyning Osiyodagi kengayimchilik tahdidi, Xitoyning kuchayishi va Sharq Turkistonga irqiy qirg'inchilikqa qarta xalqaro inkaslar, Xitoyning Arab va islom dunyosidagi ta'sirining kuchayishi va Sharq Turkiston masalasi degan o'xshash asos temalarda ham 10 tarmoq temada mutaxassislar so'z qildi va muzokara olib berildi. Tanılgan obzorchi, boshlang'ich o'rta maktablarning Uyg'ur tili adabiyot darslik korpusining boshlig'i Yalqin Ro'zi Xitoy doiralari tomonidan 2016 yil 10 oyning 6 kuni tutqun qilinib, davlatni og'dirishga qudratqiliq qilish jinoyati bilan ayblanib, 15 yillik muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 2024 yil 6 oktyabr kuni Yalqin Ro'zining tutqun qilinganligining 8 yillik munosabati bilan uning Amerikadagi qizi Tomaris Yalqin X va Instagram qatorliq ijtimoiy aloqa manbalarida sinliq bayonot e'lon qilib, dodisi Yalqin Ro'ziga o'xshash ziyonkashlik uchirgan Uyg'ur ziyolilarga erkinlik berishni talab qilgan. Tomaris Yalqin bayonotida Xitoy hukumati tomonidan nohaq tutqun qilingan Uyg'ur adib va Uyg'urcha darsliklarning bosh muharriri bo'lgan Yalqin Ro'zining tutqun qilinishi Uyg'ur ziyolilarining Uyg'ur ma'rifi va Uyg'ur kimligining oshkor yo'qotilishining qadim ekanligini bildirib, mundaq degan: 8 yil ilgari dadam Yalqin Ro'zi Xitoy hukumati tomonidan tutqun qilindi. U hurmatga sazovor Uyg'ur ziyoli, yozuvchi va adabiy obzorchi edi. U butun umrini Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash va tashviq qilishga bag'ishlagan bo'lib, ko'p yillardan buyon u vatanimizda ishlatilgan Uyg'ur adabiyot darsliklarining bosh muharriri bo'lgan edi. Ammo 2016 yil 10 oyning 6 kuni Uyg'urcha darsliklarni uzun yil ishlatishni tasdiqlagan shu hukumat tuyuqsiz bu darsliklarda mas'ul bor deb qarab, dadamni qo'lga oldi. Dadam yaqinqi 8 yilni turmada o'tkazdi. U va uning o'xshash Uyg'ur ziyolilari bilimning kuchi va kishilarning kimligining kuchidan qo'rqadigan hokimiyat tarafidan jimiqtirildi. Shuningdan keyin Xitoy hukumati tixmi cheketini eshib, maktablarda Uyg'ur tili ma'rifini chekladi. Ona tilimiz suslab ketdi. Balalar ravon so'zlash iqtidorini yo'qotdi. Uyg'ur tili darsxonalardan g'oyib bo'lyotdi. Xitoy hukumati hozir Uyg'ur bolalarga ularning kimligini unutib qolishni o'rgatdi. Bu xildagi madaniyat yo'qotishi hozirmi yuz beryotdi. Uyg'ur hareket tashkilotining bayonotida Көзгө көрүнгөн Уйгур зиялisi Yalqin Ro'zining nohaq turmaga tashlanganligining 8 yilligini xotirlash munosabati bilan Xitoy hukumatidan Yalqin Ro'ziga o'xshash nohaq holda turmalarga tashlangan Uyg'ur ziyolilarini shartsiz va darhol qo'yib berishni talab qilganligi bildirilgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.